Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni Samarqand viloyati Jonboy tumaniga qo'yib berdik. Ko'rib turganingizdek ishimiz xudo xolasa chotki chiqdi, klientimiz rozi. Bu materialga keladigan bo'lsak, ich qismi MDF bo'lgan, tashqi yuzasi agita akril bo'lgan. Ichki orqasi bir xil. Bunun ham full kачествоda bo'lgan. Kontrlarni ham chiqarib bo'lib berganmiz. Videoni qisqaroq qilaman chunki Instagramga katta video qo'yib bo'lmaydi. Ko'rishlar soni kamayib ketadi. Üstü tosh bo'lgan. Üstü tosh bo'lgan. Burchalar ham besitik tushgan.